Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, chorva mol ishqibozlari. Biz mana yana buqalarimizni syomka qilishda davom etyapmiz. Mana oradan oz fursat o'tib yana sizlarga yana bir ikkita ma'lumotlar berib qo'ymoqchimiz. Obunachilarimiz kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Yana kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bugun biz Rishton tumani Yoyma qishlog'ining o'zimni buqalarimni, faqat o'zim buqalarimni chiqaryapman. Mana shu buqalarim haqida yana qisqacha bir ma'lumotlar berib o'taman sizlarga. Bu buqamiz 2 tish bo'libdi, mana bu katta buqamiz. Mana bu o'zimizni jaydari mesli buqamiz 4 tish, 5 tish bo'libdi. Mana bu buqamiz bunisi 2 tish bo'libdi. Bu ham shu 5 tishga borib qolibdi. Qolgan bular, bu 2 tish, bu 2 tish. Bu ham 2 tish. Bu qizil ham 2 tish bo'libdi. Mana bu katta buqamiz, qora buqamiz 4 tish bo'libdi. Men buni endi nima qilib buni ahamiyat berib nimalarni bildim. Bir ikkitasi aytuvdi. Buqalaring tishi buzgan bo'lsa, buzmagan bo'lsa, rasxodini kamaytir. Lekin rasxodga kirib ketasan derishdi. O'shanga men hammasini nima qilib ko'rdim. Tish buzgan bo'lsa, yemni beraver. Qo'shib sekin-sekin derishdi. Buzmagan bo'lsa, yemni ozaytirib tur. Deyishdi. Foydasi yo'q uning deyishdi. Foydasi kamroq bo'ladi deyishdi. Hammasi tishda buzib bo'libdi. Mana shu qoramiz 4 tish bo'lib lekin. Qolgan o'zi bilan kelganlardan baravar. Kelgan mollardan, sheriklaridan ko'ra ko'proq olgan. Qolgan 2 ta, 4 ta shunaqa. 2 ta da, 4 ta bo'ldi. Buqamizniki. Hozir obedki suvni ham berib bo'ldik. Bugungi kunimiz yakshanba. 2025-yil. Sentyabr, nechinchi sentyabr ekan? 28-sentyabr ekan, 28-sentyabr. Qo'yamiz. Suvlarni ichdimi? Hech ular tishiga ahamiyat bergan emas ekanman. Shu gapni eshitgandan keyin menga ikkitasidan so'radim mollarni. Qanday boqayan ekan? Shunaqa boqyapman dedim. Akaxon aytdi. Shu tish buzgan bo'lsa, o'shalarni nima qilib boqaverishni aytdi. Tish buzmagan bo'lsa, shunchalarni kamroq beraver deyishdi. Bu katta buqamiz 4 tish bo'lib qoldi desam, bu endi 2 tish chiqaribdi bu buqamiz. Mana jaydari o'zini buqam 4 tish bo'lib 5 tish. Keyin hozir men sizlarga yana yem berish haqida yana ozgina ma'lumot berib o'taman. Mana silosimiz. Somon bilan nimalar aralashtirib o'rab qo'ydim. Silosni. Mana shu tog'orada ikkitadan beryaptik. Hozir ham ikkita beryapmiz. Bu somonni menga yutib beryaptim to'g'ri qilib. Bu aka aytdi, bitma dedi, shu silosga aralashtirib o'rab qo'ysang dedi. Ertalab berganingdan keyin ertalab yana silosdan to'kib aralashtirib qo'yib o'rab qo'ysang,
kechga berasan dedi. Kechga hozir yem berishdan 1 soat oldin kelib, uni yoyib qo'yaman. Qizib ketadi-da bu. Sal soviydi, keyin berishni boshlayman. Somonni kaloriyasi uyga yebsang chiqib ketadi deyishdi. Somondan hech qancha kaloriya ham yo'q, lekin shunaqa qiyin dedi. Bo'ldi, hozir necha yildan beri bu boqadi, o'shandan ma'lumot oldim. Shunaqa ma'lumot sizlarga ham aytib o'tay. Endi buqa boqmoqchi bo'lganlar bundan ikkitadan solaman. Ustiga kepak solaman. Mana shu tog'orada ikkita solaman. Har bitta tomoniga. Silos bilan somonda aralashtirib ikkita solib, paqircha bor, kichkina paqirchada bittadan kepak solaman hozir. Uni yeb bo'lish tugaydi deb qo'yganda keyin kunjara solaman. Kunjarani ham ichine solib qo'yapman ustiga kepakdan keyin desam, uni solmagin dedi. Uni yeb bo'lishiga qarab solsang, kunjarani effekti yaxshi bo'ladi deyishdi. Endi o'sha ma'lumot bergan ma'lumotida shuni ketyapman maslahatida. Buni sizlarga ham aytib o'tmoqchiman. Kim buqa boqmoqchi bo'lgan bo'lsa, shunday qilinglar. Yeb bo'lib bo'lmasdan shunday kunjarani nimani silos somonni kepak tashlab qo'yman, aralashtirib shuni yeb bo'lib bo'lmasdan tugay deganda men kunjarani solib chiqyapman. Shu sal qorniga kirgandan keyin bersang kunjara yaxshi effekt beradi dedi akamiz. Shunga shuni nimaga o'tdim. Endi mol boqib nima qilayotganlar bo'lsa, shunday qilinglar sizlar ham. Buqalarimiz Xudo xolasa yaxshi ketyapti. Katta buqamiz 4 tish 5 tish bo'ldi. 5 tish bo'ldi. Mana shu ikkalasi. 4 tish 5 tish. Ochib ko'rdim, shu 5 tish shunaqa. Mana 2 tish shunaqa. Chekkaraga qora 4 tish bo'ldi. Shu tish buzgandan keyin yemni bossang yaxshi effekt beradi deyishdi. Shunaqa. Endi bilmaganlarga shuni tavsiya qilamiz. Endi bilganlar o'zi biladi. Endi mol olib boqayotganlar, qiziqqanlar shunday nimaga o'tinglar sizlar. Mana 2 kun bo'ldi, 3 kun bo'ldi, shunaqa ketyapman men. Keyin kunjarani yeb bo'lishiga bitta suvga olib qo'yman, yotadi shunda kechqurundan somon bilan bergandan keyin silosda aralashtirib, yana silosda olib chiqib yoyib, somonga aralashtirib o'rab qo'yapman. Ertasiga ertalab turib somonni yoyib, tagini tozalab, keyin urib beryapmiz. Sovib, qizigani sovib qoladi, qizigani yo'qoladi. Shu buqamiz hozirdagi vazni mana 650 kiloga borib qoladi, xudo xolasa. Terak vazni. Bu buqamiz 550 kiloga borib qoladi. Bularda endi kichkinalarimiz 350 shunaqa bo'lishi kerak. Masalan 350 kilo. Naglar 400 kiloga borib qoladi. O'zingni bundan ko'ra ozg'inroq. Ular xudo xolasa 400 kiloga borib qoladi, xudo xolasa bu qo'yamiz. Buqamiz zo'r ketyapti, o'ziga zo'r olyapti. Halqalari to'lib boryapti. Buqamiz bo'yi o'sib qoldi, qolganlardan ko'ra 2 tish bo'ldi. Mana buqamiz ham zo'r ketyapti. Oldi kattari. O'zini yaxshi ketyapti.
O'zi har bitta mol orasidan bittadan duga qilib chiqish kerak ekan o'zi. Yerga qadab temir turbadan duga qilib chiqsa, mana orqasini bir-biriga tutavermaydi kallasiga. Qo'rqmaydi, buni kallasiga tutib oladi. O'shaga chichib raso qilib tashlaydi. O'shaning uchun bo'lib qo'ysa, burolmay qoladigan orqasini. Xudo xolasa ularni ham qilamiz endi. Bu mollarga yetirib almashtirgandan keyin qilamiz. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kamchiliklar bo'lsa kommentariy yozib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Like bosib qo'yasizlar emasdan. Yana xudo xolasa syomka qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.